Xo'p, do'stlar, Fabio Cannavaro keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi u bilan bugun ikkinchi bahsini o'tkazdi. Birinchi bahs esa O'zbekistonda, Toshkentda, Olimpiya stadionida bo'lib o'tgan edi va ushbu bahsda O'zbekiston milliy terma jamoasi Kuvaytni mag'lub etgan edi. Xabaringiz bor. Ushbu o'yindan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasi Vyetnamga uchib ketdi va u yerda bugun hozirgina Urugvay bilan bahs olib bordi. Ushbu bahsda milliy terma jamoamiz mag'lub bo'ldi 1-2 hisobda Urugvayga va ko'p narsalarni o'rganishimiz kerakligini va ularni amalda qo'llashimiz kerakligini Fabio Cannavaro bugun uqdi deb o'ylayman. Chunki bugun himoyadagi xatoliklar orqali milliy terma jamoamiz Urugvaydan 2 ta gol o'tkazib yubordi va aynan ikkala gol ham markaziy yarim himoyadan, kirib kelingandan keyin o'tkazib yuborildi. Va milliy terma jamoamiz javob qaytardi golga. Aynan ushbu gol 83-daqiqada kiritilganligi sababli kech bo'lgan edi va 1-2 hisobda terma jamoamiz mag'lub bo'lmoqda. Fabio Cannavaro ko'ryapmizki, o'zining uslubiga ega bo'lgan murabbiy ekanligini ham isbotlab bermoqda. Va qani ko'ramiz, bir oydan keyin yana FIFA kunlari boshlanadi. Ushbu paytga kelib O'zbekiston milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro qanday o'zgarishlarga qo'l uradi va milliy terma jamoamizni keyingi o'yinlarga qanday tarkib bilan olib tushadi. Fikrlaringizni izohlar yozib qoldiring. Sog' salomat bo'ling.